Hurmatli kuzatuvchilar, mana navbatdagi darvozamiz Pop tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz high-tech oson bo'ladi. Ko'rishinglar, ko'rib bir baho beringlarchi. Darvozamiz 2 qavatli, orqa oldi bir xil bo'lgan darvoza. Mana bu joylar polni nerjaveka. Kraskalari toza original avtomobilning kraska. Xudo xolasa ishimiz sifati a'lo darajada. Bu darvozamizning eniga 4 metr bo'lgan, balandligi 360 bo'lgan. Kimga mana shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavka stanovkasi xudo xolasa ichida qilib 12 ta viloyatga qilib beramiz. Bu darvozamiz 2025 yangilik high-tech darvoza. Juda sifatli, chiroyli chiqqan darvoza. Biz buni orqa tarafini ham bir ko'rsatib o'tay. Darvozamizning orqa tarafi ham ko'rinishi bir xil bo'ladi. Orqa taraflarini ham bir ko'ringlar. Bu orqa taraf. Xudo xolasa eshiklarni ham ochilishi yopilishi a'lo darajada. Kimga mana shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Shoshib turibman, telefonlarni olib olgan. Bo'ldi, bor.